Gilam yuvish fabrikasidagi bir kunlik ishni hozir sizlarga 5 minut 10 minut videoda ko'rsatib beraman. Bu videoda siz gilamni qanaqa qilib olib kelib, qanaqa qilib raqamlab, qanaqa qilib yuvib, qanaqa qilib quritib, upakovka hammasini ko'rib olasiz. Hozir birinchi zakazimizga ketyapmiz. Birinchi zakaz taxminan bir 15 kilometr uzoqlikda. Hozir birinchi zakazni olgani keldim. Birinchi zakazimiz o'xshamadi. Uyda hech kim yo'q ekan. İkinci zakazga ketdik. Gilamlarni yuklashdan oldin birinchi bo'lib ularga raqamini yozib registratsiya qilamiz va hammasini burchagiga qadab qo'yamiz. İkinci zakazda olib, labo to'lib, tomlarga ham chiqib ketdi. Men uchinchi zakazni ham olay endi bir yo'qlar. Qo'shib. Uchinchi zakazimiz sig'armikan endi? Shunday vidda mana osilib turgan narsa buzyapti-da chota. Yoqmayapti mana shu. Voyni ish o'z yo'liga, a bu vaqtida qilish kerak ekan. O'tib ketib qoldimi abi? Jasur bilan 10 yildan keyin tasavvur qilasiz. Video qo'yasanmi 10 yildan keyin? Yo'q, bitta qo'ysam 10 yil esa turadi. Muratjonsizchi. 10 yildan keyin qayta tasavvur qilasiz. Hop, gilamlar tushirib olgandan keyin mana eshikli gilamlar. Bu yerda yuvish boshlanadi. Gilamni yuvilishini hamma ko'rgandir. Lekin o'sha yerda yuvilishini ko'rmagan hamma. Kartaga yaqin qilib yuviladi. Buni suv oqmayapti-yu. Suv endi ham. Suvni oqizarmas. Har ko'rpani yuvish jarayoni. Adyal, har ko'rpa. Adyal so'raymizmi? Sig'ami adyalam? Yo'q. Sig'maymi? Bu qanaqa shampun? Turkiyani shampuni. Turkiyani shampuni. Necha kilolik mashina bu? 20 kilolik. Juda chiroyli yuvadi. Necha kilogacha yuvoladi endi? 20 kilogacha yuvadi. Adyallarda, nimalarda, har ko'rpalarda. Juda chiroyli yuvadi ama. Turkiyani shampunlari bilan hech chiqaradigan parashoylar bor, xudo xolasa. Shirin ko'payamiki? Rosa shirin bo'lib qoladi. Video. To'shaklar ana qator yayladi. Birinchi ketadi. Taydan suv oqizib uyutiladi birinchi bo'lib. To'shak yayladi mana shu yerda.
hamma to'shaklarni bir chekkadan yayib, chiroyli qilib birinchi bir tomonni yuvib olishadi. Tay yuvgandan keyin tepasiga sepiladi. Tagi yapiladi. Gilam yuvishda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak endi. Lekin to'shak yuvishda ancha odam ko'rmagan. To'shakni paxtasi bilan shu holatda yuviladi. O'zini maxsus shampunlari sepiladi mana hozirgi holatda. Shampundan keyin orqasidan kacherda yaxshilab tozalab uriladi. Yaqinroq qilib uriladi. Shundan tamom 2-3 marta, ba'zida 2 marta toza bo'ladi, ba'zilari 3 marta, 4 marta toza bo'ladi. Shu tarzda kacherda urib chiqariladi, shu bilan yeyishga beriladi. Shu sentrifugada to'shak 80%, 90%, gilamlar ham 80-90% ga quriydi shu bilan. Tayyor bo'lgan to'shaklarni, siqilgan to'shaklarni shu yerga olib kelib, yayib, parniydi ichiga. Optoda qurishadi keyin mana chiroyli bo'lib. Mana shu bugun yuvilgan. O'sha sal-pal nam. 3 kun, 4 kunda quriydi. Hisobda. Paxtasi ishib, rangi tiniqlashib, yana ham bu raqamlari mana. Ketaveradi mana shunday ilinib. Ha, shu reshotkali uyda oldi o'tiribman ekanasi. 18 ha, 18 ekan. Aha. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, shu yerdaman, keldim. Ha, bo'ldi. Xo'p. Короче, 352 zakaz. Ketyapti. Napoy. Voy. Alo. Napoy. Fotoğraf görüp, teşhir alıp. Restoran olib qopti. Sochilibmi? Hadi ikkita olsa ham. Ha, 3ta. Ko'tara olasizmi hammasini? Ko'tara olaman. Yengil olib qopti-yu. Ha, yengil. Soat ham 6 bo'lyapti. Ish vaqti ham tugayapti. O'zi ish vaqti yo'qmi? O'zi tugayapti. Yoki men tugayapman. Oxirgi zakazlarni berib babitdan keyin hozir zakaz beramiz. Ana shuni videoga olishga harakat qilaman. O'xshasa.
Zahmat yangi bo'lib qoldi. Yengil bo'lib qoldi. Oxirgi zakaz ham tugadi mana. Oxirgi zakazni olib Promoga tushib qoldim. Soat ham 6:30 o'tdi почти. Shu bilan video ham tugadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar, yoqmagan bo'lsa ham bosib yuboringlar.